Hozir mana yerga Taco Bellga kelsam, mana bu brat bor ekan. Mashinasida ketyapti. Turkish moneyda yaxshi kayfiyat bilan qo'shiq aytayotgan ekan turkchada. Turkmisan desam, turkman qaydansan deyapti. O'zi bildi ko'rinishimdan, shahtomonliklardanligimni. Keyin O'zbekistondanman desam, nimaga deyapti. O'zi inglizchada gaplashyapmiz. O'zi Amerikada tug'ilganmisan? Ota-onang o'zbek o'shayda tug'ilib katta bo'lganmisan deyapti. Yo'q deyapman, O'zbekistondanman deyapti. Ay, ruscha, o'zbekcha gapirasan, o'zbekcha gapiraman, ruscha gapirmayman dedim. Ruscha gapiradi-yu, ko'pchilik ham O'zbekistonda deyapti. Yo'q, men ruscha gapirmayman, lekin o'zbekcha gapiraman dedim. Bo'ldi. Assalomu alaykum so'rashib, sog' bo'l, ukam, yaxshi nima qildi, ketyapti. Keyin mana Kurtlar Vadisi qo'shig'ini eshitayotgan ekanman mashinamda. Qo'yib balandladi, bilasanmi, qaysi qo'shiq desam, sen turkcha qo'shiq eshitasanmi deyapti. Kurtlar Vadisini eshitamiz deyapti. Voy, onasini emsan, ko'ramsan deydi. Albatta ko'raman, sevaman qo'shiq. Sen Amerikacha gapiryapsan-ku. Amerikada bo'lgandan keyin americha gapiraman dedim. Xatir amerikanisni o'ylabman, seni ingliz deb o'ylabman deyapti. Yaxshi bola ekanligi, zo'r kayfiyatda mana edi. Chiq mashina Honda Accordda kelib ketyapti.